Qani mehmonlar, choy ichgach o'tirsizlar. Tamoq hozirla tayyor bo'ladi. Obda. Qaranglar, o tarafdan bizning malning Kuchtingir Botir kelyapti. Bundaqmi to'g'ri kelish bo'lamdi? O tarafdan bizning malning aqlliq donishmini kelyapti. Rost aydi. Bu bola haqiqatan aqlli ham tadbirli. Shunlashib kishilar bu bolani Kuchtingirning Kuchtingiri deydi emasmi? To'g'ri. Nima? Kuchtingirning Kuchtingiri? Ashu shuntakmi? O shumtakning qaysi tarafi mendan kuchlikka? Aytinglarchi, u menda baslik qovulmikan? Menda kuchlikmikan? Menga o'xshash bir xalt qo'noqdi, kuchmayli o'g'zil otalamdikan. No'g'rizliq chilish musobaqasida yurt bo'yicha mendak botir otilibdikanmi? Ha? Sizlar endi aytib beqinglarchi, zodi kim haqiqiy kuchlikka? Tog'a. Ha? Nima? Siz o'z kuchingizning qanchalik ekanligini mush naq maydonda ko'pchilikka bir ko'rsatib qo'ymamsiz. Shundaqda ko'pchilikmi zodi kimning haqiqiy kuchli ekanligini obdan ayriya oladi. Nima? Sen shunday baslish baqayli demakchimi? Bo'ladi, deganingdek bo'lsin. Qani mehmonlar, choy ichgach o'tirsizlar. Tamoq hozirla tayyor bo'ladi. Obda. Qaranglar, o tarafdan bizning malning Kuchtingir Botir kelyapti. Bundaqmi to'g'ri kelish bo'lamdi? O tarafdan bizning malning aqlliq donishmini kelyapti. Rost aydi. Bu bola haqiqatan aqlli ham tadbirli. Shunlashib kishilar bu bolani Kuchtingirning Kuchtingiri deydi emasmi? To'g'ri. Nima? Kuchtingirning Kuchtingiri? Ashu shuntakmi? O shumtakning qaysi tarafi mendan kuchlikka? Aytinglarchi, u menda baslik qovulmikan? Menda kuchlikmikan? Menga o'xshash bir xalt qo'noqdi, kuchmayli o'g'zil otalamdikan. No'g'rizliq chilish musobaqasida yurt bo'yicha mendak botir otilibdikanmi? Ha? Sizlar endi aytib beqinglarchi, zodi kim haqiqiy kuchlikka? Tog'a. Ha? Nima? Siz o'z kuchingizning qanchalik ekanligini mush naq maydonda ko'pchilikka bir ko'rsatib qo'ymamsiz. Shundaqda ko'pchilikmi zodi kimning haqiqiy kuchli ekanligini obdan ayriya oladi. Nima? Sen shunday baslish baqayli demakchimi? Bo'ladi, deganingdek bo'lsin. Qandoq baslishimiz? Ayta. Qaysi tomni o'riytay, qaysi tarafni qo'mirib aytay. Bundoq buzg'unchilik qilishning hojati yo'q. Siz faqat mush qo'lyog'liqni 10 chamdam yiroqlikqa ota olsangizlar, biz sizning kuchlikligingizga haqiqiy ishonamiz. Bu qanchalik ishdi? Bu qo'lyog'liqni 10 chamdam emas, 100 chamdam yiroqlikqa tashlay olayman. Undoqda boshlaylik. Yig'ilib qolsang shig'limalamisa. Obdara qara. Mana otdim. 15 chamdam otdi. Yaraysa, yashab ket. Qaranglar, bu bolaning Tog'a. belini ko'p bo'g'achqa bu polvonni yengib oldi. Bo'ldi. Men yengilligimga tanbadim. Sen haqiqatan Kuchtingirning Kuchtingiri, aqllarning aqli ekansan. Kishilarning seni maqtig'ini haqiqatanmi o'rinliqkan. Undoq demang tog'a. Men tex kichik, mening bilmaydiganlarim ko'p. Men yantixi nurg'un narsalarni o'rganishim kerak. Amsa men qaytay tog'a. To'xta. Nimishdi tog'a? Ne ko'rsan? Teximi ko'p bilim og'ili, maktabga boraman. Men demakchi, ig'ir ko'may menimi maktabga boshlab bo'lsang bo'pti-ku. Men mo bilim o'rganmoqchi edim. Bu mumkin bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Amsi biz mangayli. Xayr xo'sh ko'pchilik. Biz bilim o'rgangili ketdik. Beli kichon birni yenga,
bilimi cho'ng mingni degan shu-da. Ha, bilim egallab mukammal odam bo'lib, Kuchtingirning kuchtingiri bo'laman. Shu chaqda biz yana baslashimiz jumo, ha? Bo'ladi, albatta bo'ladi.